Bizning Smart Home jamoamiz har bitta sotilayotgan narsani zavod aytgan talablarga javob beradimi, bermaydimi, mana shunday mutaxassislar bilan ochib, tekshirib ko'ramiz va so'ng mijozga taqdim etamiz. Va ayni damda AUX konditsionerlar 10 taliklari, tentli, ya'ni 10 talik JLR, SSR modellarimizda uzilish bo'lib qolganligi sababli AUX konditsionerlari, ya'ni AUX brendining sub brendi bo'lgan AUFit konditsionerlarni sizning mijozlaringiz uchun arzon narxlarda, chegirma narxida taqdim qilamiz va ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu AUFit konditsionerning agregati, hattoki kompressorlari JMCC tashibi motor, hattoki simlarigacha va trubkalari, ventilyatorigacha bir xil. Mana bu bo'lsa AUX konditsionerlarni agregati, ko'rishlaringiz mumkin. Birga bir qilib ishlangan, ya'ni o'sha o'zini sub brendi bo'lganligi uchun birga bir qilib ishlangan va ayni damda ushbu konditsionerlarimiz 10 talik invertorli motor bo'ladi. Qo'shimchasiga qo'shimcha tent bilan jihozlangan va R32 freonda ishlaydi. Va qolgan konditsionerlarning ustun jihati, ya'ni SSR JLRdan ustun jihati, ushbu konditsionerimizda Wi-Fi moduli bor, ya'ni masofadan turib boshqarsangiz bo'ladi. Va ushbu konditsionerimizga AUX kompaniyasi tarafidan 3 yil ofitsialniy garantiya beriladi va pultlarni ham ko'rishingiz mumkin. O'zimizda JLR modellarini pulti. Va narxi keladigan bo'lsa, ushbu modelimizni siz mijozlarimiz uchun narxini 3.630 ming so'm qilib belgiladik va kimga xuddi shunaqangi original konditsionerlar zarur bo'lsa, albatta bizga murojaat qilishlaringiz mumkin va videomiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmalarini bosishni unutmang. Bizni kuzatib boring.